Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Kichkina bir qishloqda bo'ydoq bir yigit bor edi. Kunlardan birida u o'z qishlog'idagi sohibjamol qizni ko'riboq sevib qoldi. Muhabbati kundan kun olov olib, butun es-hushini ayirdi. Biroq sohibjamol qiz garchi husnda kamolga yetgan, misoli ko'kdagi oy bo'lsa-da, o'ziga bino qo'ygan takabbur edi. Uning ishqida yuzlab yigitlar telba bo'lishgandi. Yigit garchand qizning kibrliligini bilsa-da, unga dil izhori qildi. Biroq sohibjamol qiz uni mensimadi. Nopisandlikcha oshiqqa rad javobini berdi. Yigit esa taqdirga tan berishni lozim ko'rmadi. Qizlar mard jangchilarni yoqtirishadi. Jangovorlik xususiyatlarini o'zlashtirsam, jangchi bo'lsam, ehtimol keyin rozilik berar menga tegishga, deya jangchi bo'lishga qaror qildi. Shu tariqa yigit shaharga borib harbiy xizmatni o'tashga kirishdi. U askarlikka qabul qilindi. Harbiylik salohiyatiga ega bo'lib, janglarda qatnashib, qahramonliklar ko'rsatgach, zobit maqomida ona qishlog'iga qaytib keldi. Baxtga qarshi, zobit yigitning sevgisi yana javobsiz qoldi. O'jar qiz bu gal ham uning muhabbatini rad etib, uni quruq qo'l bilan qaytarib yubordi. Yigit shunda ham fikridan qaytmabdi. Ehtimol u boyvachchalarni yoqtirar. Men endi davlat orttirishim, qimmatbaho sovg'a salomlar bilan uning ko'nglini ovlashim kerak. Balki shunda mening ko'ngil izhorimni qabul etar, deya savdo sohasiga o'zini uribdi. Shahardan do'kon ochib, ulgurji olgan mahsulotlarni olib kelib, chakana narxda pullay boshlabdi. Kundan kun savdo ishlari yurishib, pul jamg'ara boshlabdi. Oradan yillar o'tib, davlatmand bo'lib yana qishlog'iga qaytibdi va to'g'ri o'zi yoqtirgan qizning oldiga qimmatbaho sovg'alar bilan kirib boribdi. Takabbur qiz oshiq yigitning sovg'alarini xohlab-xohlamay qabul qilibdi-yu, ammo uning muhabbatiga yana avvalgi javobini aytibdi. Bechora oshiq yigit ranjib ortiga qaytibdi. Shu kech o'ylab shu qarorga kelibdi. Ehtimol u dono, oqil yigitlarga e'tibor qaratar. Donishmand bo'lsam, fikri o'zgarar. Shunday deya o'z boyligini uydagilarga bo'lishib berib, donishmandlikka erishish uchun uydan chiqib ketibdi. Bir donishmandga shogird tushib, undan ilm olgach, oradan yillar o'tib, yana ona qishlog'iga qaytibdi. Ammo o'zi yoqtirgan qizning oldiga borishga shoshilmabdi. Tinchgina uyda o'z ishlarini asta-sekin davom ettiraveribdi. Oradan yana vaqt o'tibdi. Husni komillikda o'zini tanho deb sanagan takabbur qiz hech bir oshiqning izhorini qabul qilmay, turmush ham qurmabdi. U mening chiroyimga arzirli yigit yo'q deb o'ylabdi o'zicha. Vaqt o'tishi bilan husn ham uni tark etibdi. Yuziga ajinlar tushibdi. Sochlarida oq tolalari paydo bo'libdi. Shu tariqa u qari qizga aylanibdi. Uning qo'lini boshqa biror bir yigit so'rab kelmabdi va boshqa hech kim bezovda qilmabdi. Nihoyat xato qilganini, adashganini, takabburlik oxir oqibat zalolatga olib kelganini tushungan qari qiz yig'lab siqtabdi. So'ng noiloj donishmand yigitning oldiga borib, undan uzr so'rabdi va o'zini xotinlikka qabul qilishini so'rabdi. Donishmand rozi bo'libdi. Odamlar bu holdan hayratga tushibdi. Bir odam qiziqishi ustun kelib, donishmandning oldiga borib shu savolni beribdi. Nega yoshligida seni nazar pisand qilmay, izhorlaringni rad etavergan takabbur qizni nikohingga olding? Tag'in u qarib qolgan bo'lsa? Bu savolga donishmand kulimsirab shunday javob beribdi. Men faqat yaxshilikni ko'zlayman. Agar sen ta'kidlayotgan shu takabbur va qari qiz bo'lmaganida, men hozirgi maqomga,
ko'tarila olmas edim. Ha do'stlar, go'zallik, sevgi, muhabbat insonni komillikka yetaklaydi.